Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan quyidagi misol yechimini o'rganamiz. Misol quyidagicha. Demak, 1 taqsim cosinus kub x ning boshlang'ichini topishimiz kerak. Xo'sh, birinchi nima qilamiz? Birinchi buni maydalab olamiz. Ya'ni 1 taqsim cosinus x ko'paytirilgan 1 taqsim cosinus kvadrat x desak bo'ladi buni. Bilasizlar, 1 taqsim cosinus kubni ko'paytirilsa cosinus kubni beradi. Xo'sh, biz shuni boshlang'ichini nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Endi buning uchun qaysidan foydalanamiz? Buning uchun mana bu formuladan foydalanamiz. A' ko'paytiruv b dan integral teng a ko'paytiruv b minus integral ostida a ko'paytiruv b'. Ya'ni bo'laklab integrallash formulasi. Bilasizlar. Shundan foydalanamiz. Endi tanlab olishimiz kerak. Xo'sh, a' ga qaysini, b ga qaysini? A' ga 1 taqsim cosinus kvadrat x tanlaymiz. Agar a' ga 1 taqsim cosinus kvadrat x tanlaydigan bo'lsak, a nima bo'ladi bizda? O'z-o'zidan a degani a ning shtrixi yo'q variant, ya'ni boshlang'ichi degani. 1 taqsim cosinus kvadratni boshlang'ichi bilasizlar, tangens x bo'ladi. Endi b ga qolyapti 1 taqsim cosinus x. b' nima degani edi? Buni hosilasi degan. Agar bundan hosila olsak, qarang nima bo'ladi? Xo'sh, birda bilasizlar, bo'linma hosilasi. Birda hosilasi ko'paytirilgan cosinus x minus 1 ning o'zi cosinus x dan hosila. Mahrajda cosinusning kvadrati bo'ladi. Bu birda hosilasi 0 ligidan yo'q bo'lib ketadi. Cosinus hosilasi minus sinus. Oldin minus bilan plus bo'lib qoladi. Demak, sinus x taqsim cosinus kvadrat x bo'ladi. b' sinus x taqsim cosinus kvadrat x bo'ldi. Tushunarli bo'ldi, umiddamiz. Endi davom etamiz. Xo'sh, ketdik. Endi 1 taqsim cosinus kub x dx ketdi. Nima bo'lar ekan? Mana bu holatga tushirilganda birinchi. Xo'sh, bizda a bilan nima bo'lyapti? B ni ko'paytmasi bo'lyapti. Ya'ni tangens x ko'paytirilgan 1 taqsim cosinus x minus integral ostida nima bo'ladi keyin? A ko'paytiruv b'. A bilan b' ko'paytmasi. Tangens x ko'paytirilgan sinus x taqsim cosinus kvadrat x bo'lyapti. Xo'sh, endi qaranglar, bu tepaga chiqadigan bo'lsa, tangens x taqsim cosinus x bo'ladi minus tangens sinus taqsim cosinusligidan suratga mahraj ko'paytirilsa sinus kvadrat x taqsim cosinus kub x bo'ladi. Endi integral ostida 1 taqsim cosinus kub x teng tangens x taqsim cosinus x minus sinus kvadratni o'rniga 1 minus cosinus kvadrat x qo'yish mumkin, bilasizlar. Cosinus kub x integral. Birini alohida, cosinus kvadratni alohida bo'lib o'ramiz. Shunda bo'ladi bizda tangens x taqsim cosinus x minus 1 taqsim cosinus kub x dan integral. Xo'sh, minus bor. 1 taqsim cosinus kub x dan integral minus cosinus kvadratni cosinusga bo'lsak, shunchaki bizda qoladi 1 taqsim cosinus x dan integral bo'lib qoladi. Ya'ni demak, mana bu boshlang'ich, buni alohida bo'lib o'rganimizda o'rtasi minus bo'ladi-yu, o'rta minus bo'lsa alohida boshlang'ich olinadi. Demak, integral ostida 1 taqsim cosinus kub x teng tangens x taqsim cosinus x minus mana bu integral ostida 1 taqsim cosinus kub x, bu plus bo'lib qoladi. Integral ostida 1 taqsim cosinus x ga. Mana bu 1 taqsim cosinus kub x integral nariga tomonga o'tadi, minusku plus bo'lib o'tadi. Bu bilan qo'shilib 2 ta bo'ladi. 2 ta integral ostida 1 taqsim cosinus kub x teng bo'ladi tangens x taqsim cosinus x plus 1 taqsim cosinus x ni boshlang'ich olishini oldingi videomizda aytib o'tganmiz. Demak, buni boshlang'ichi 1 taqsim 2 ln modulda 1 plus sinus x taqsim 1 minus sinus x bo'ladi. Keyin bu 2 bo'lish bo'lib o'tadi. Shunda buning boshlang'ichi tayyor. Demak, 1 taqsim cosinus x ni boshlang'ichi mana 2 bo'lish bo'lib o'tadi. 1 taqsim bo'ladi. 1 taqsim 2 qavs ichida tangens x taqsim cosinus x plus 1 taqsim 2 ln modulda 1 plus sinus x taqsim 1 minus sinus x bo'lar ekan. Xo'sh, nima ish qilganmiz bildinglar-a? 1 taqsim cosinusni maydaladik, kubni. 1 taqsim cosinus ko'paytirib 1 taqsim cosinus kvadrat. A' b dan integral a b minus integral a ko'paytirib b' formulasi qo'yapmiz. A' ga 1 taqsim cosinus kvadrat tanladik.
A ni shtriksiz varianti boshlang'ich bo'ladi. 1 taqsim kosinus kvadrat boshlang'ich tangent x. B ga 1 taqsim kosinus tanladik. Shtrixli variant bilan hosil olgan. Hosil oldik. Sinus taqsim kosinus kvadrat x bo'ldi. Ketdi. Endi 1 taqsim kosinus kubni shu formulaga tushirib ketyapmiz. Birinchi tangent x ko'paytiruv 1 taqsim kosinus x, ya'ni a bilan b ni ko'paytmasiz. Minus integral ostida a ko'paytiruv b shtrix. A ni o'rniga tangent, b shtrix o'rniga sinus taqsim kosinus kvadrat. Sinusni maydaladik, sinus taqsim kosinus bo'ldi, ko'paytirdik, sinus kvadrat taqsim kosinus kub bo'ldi. Sinus kvadrat o'rniga 1 minus kosinus kvadrat qo'ydik. Alohida bo'ldik. O'rta minus bo'lgancha alohida integral olinyapti. 1 taqsim kosinus kub minus plus o'tib 2 ta bo'ldi. 1 taqsim kosinus boshlang'ichini qo'ydik joyiga, 2 bo'lish bo'ldi va quyidagi yechim chiqdi. Tushunarli bo'ldi deb umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.